G'azodagi musulmonlar haligacha chodirlarda yashashyapti. Va chodirlardagi hayotni bilasizki, juda ham og'ir. Chunki qishning sovuq kunlarida ularni himoya qiladigan faqatgina lata parchasi yoki yomg'irdan himoya qila olmasligi mumkin. Mana bu qishda G'azzo sektorida juda ham ko'p yomg'ir yog'di va ko'plab chodirlarni suv bosdi. Va musulmonlarning holati juda ham og'irlashdi. Lekin shunga qaramay, majburlikda G'azzo aholisi chodirlarda yashashga mahkum bo'lishgan. Chunki uylari bosqinchi Isroil tomonidan bombardimon qilingan, uylari vayron bo'lgan va qaytadan uy tiklashga imkoniyatlari yo'q. Bosqinchi yahudlar ham chegaralarni yopib qo'ygan va bir qismigina yordamlar kelib kelyapti. Va u yordamlarni faqatgina u yerdagi G'azzodagi musulmonlarni qornini to'yg'izishga yetyapti. Lekin uy tikkalab, uylarda yashashga imkoniyatlari yo'q. Shu sababli minglarcha musulmonlar, G'azzodagi musulmonlar chodirlarda yashashga mahkum bo'lishgan. Va ba'zilarni qattiq shamollar sababli yoki qattiq yog'ingarchiliklar sababli chodirlari yiqilib vayron bo'lgan. Chodirlarni suv bosgan. Va yangi chodirlarga ehtiyojlari juda ham katta. Shu sababli bizlar ham Muraqqablar xayriya jamoasi o'laroq G'azzo sektoridagi og'ir sharoitlarda chodirlarda yashayotgan faqir musulmonlar uchun ihson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning ihsonlari, mablag'lari evaziga u yerdagi og'ir sharoitlardagi musulmonlar uchun chodirlar tikib beryapmiz va ularga boshpana qurib, ularni ozgina bo'lsa ham qiyinchiliklarni yengillatishga harakat qilyapmiz. Ko'rib turganinglar, ushbu videoda G'azzodagi bir nochor oila uchun chodir tikib berdik. Albatta, mana bu narsaga avvalo Alloh taoloning fazli va rahmati, so'ngra ihson qilayotgan aka-uka opa-singillarimizning yordamlari bilan muvaffaq bo'lyapmiz. Va mana bu chodirlardagi og'ir kunlarni boshidan o'tkazayotgan, og'ir kunlarni yashayotgan musulmonlar uchun, ularni dardlarini ozgina bo'lsa ham yengillashligi uchun mana shunday chodirlar qurib, ularni chodirga yerlashtiryapmiz. Va ular ham Allohga hamd aytib, ihson qilayotgan, mablag'lardan yordam berayotgan musulmonlarning haqlariga duolar qilib, xursand bo'lishyapti. Alloh taolo ihson qilayotgan, mana bu G'azzodagi qardoshlarga befarq bo'lmayotgan, ularni xursand qilayotgan, ularni dardlariga sherik bo'layotgan aka-uka opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va mana bu amallari sababli Alloh taolo ularni jannatda qasrlar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham mana shunday chodirlarda yashayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan mazlumlarga, G'azzodagi qardoshlaringizga o'z yordamlaringizni ulashtirishni istaylar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishlar mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda G'azzodagi muhtoj oilalar uchun sizlarning yordamlaringizni ulashtirib, ularning dardlarini yengillatishga, ularning yuzlariga quvonch ulashishga harakat qilamiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Alloh taolo G'azzo ahliga ofiyat, nusrat va najot bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.